Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biroz vaqt borligidan foydalanib bir masalada siz bilan fikr almashmoqchiman. Gap hozir navbatdagi shaxsan men uchun absurd, ammo absurd bo'lganda ham o'ta yog'li absurd haqida ketadi. Davlat raqam belgisi oshirilgan stavka asosida xarid qilinadigan davlat raqam belgilari, ya'ni oddiyroq qilib aytganda chiroyli avtoraqamlar, xaridorgir raqamlar va harflar kombinatsiyasidan iborat o'sha chiroyli avtoraqamlar. Har bir insonning bu shaxsiy huquqi, ya'ni xohlasa oddiy raqamda, xohlasa chiroyli avtoraqamda harakatlanadi. Chiroyli avtoraqamlar pul turadi. Pul turganda ham arzon emas. Bugungi kunda auksion bekor bo'ldi va siz belgilangan qat'iy oshirilgan stavka asosida xohlagan avtoraqamingizni xarid qilishingiz mumkin. Ammo hozir gap bu haqda emas. Gap boshqa bir holat haqida. Siz oshirilgan stavka asosida o'sha chiroyli avtoraqamni sotib oldingiz. Avtomashinangizga o'rnatdingiz. Ammo oradan ma'lum bir vaqtlar o'tib siz avtomashinangizni sotishga qaror qildingiz va boshqa avtomashina xarid qildingiz. Ana endi o'sha oshirilgan stavka asosida xarid qilingan, bugungi kunda adashmasam 8.652.000 so'm turadi chiroyli avtoraqam. Ana shu avtoraqamni sizdan avtomashina xarid qilgan odam borib, o'sha ma'muriy organga yoki o'sha ro'yxatdan o'tkazish idorasiga borib topshiradi va keyinchalik siz borib ushbu avtoraqamni olasiz u yangi avtomashinangizga o'rnatib harakatlanishni davom ettirasiz. Ammo shu yerda bir juda ham yog'li qoida ishga tushar ekan. Vazirlar Mahkamasining 653-sonli adashmasam qaror bilan belgilangan qoida. Chiroyli avtoraqamlardan foydalanish huquqini saqlab qolishingiz uchun ushbu avtoraqam narxini 50% ni to'lab berishingiz kerak ekan. Ya'ni 8.652.000 ga chiroyli avtoraqam xarid qilasiz. Oradan ma'lum bir vaqt o'tganidan keyin avtomashinangizni almashtirishga qaror qilasiz va ushbu chiroyli raqamni sotib yuborgan avtomashinangizdan olib yangi avtomashinaga o'rnatishingiz uchun siz ushbu chiroyli avtoraqam narxini 50% ni, men rasmiylashtirish xarajatlaridan tashqari aytyapman, avtoraqamni narxini 50% ni to'lab berishingiz kerak ekan. Savol: nima uchun? Nima sababdan? Bir marotaba oshirilgan stavka asosida to'lov qildik va ushbu davlat raqam belgisi bizga mulk emas, foydalanish huquqi bilan berildi. Nima uchun o'sha foydalanish huquqini davom ettirishim uchun men ushbu raqam narxini 50% ni to'lab berishim kerak? Bu qaysi mantiq yoki qaysi nazariya asosida qat'iy belgilangan qoida? Nima kriteriyalar asosida bunday xulosaga kelingan? Davlat raqam belgisini boshqa avtomashinaga ko'chiradigan bo'lsam qanday xarajatlar borki, men ushbu avtoraqam narxini 50% ni to'lab berishim kerak. Axir raqam emas, avtomashina o'zgaryapti. Bu yerda maksimum o'zgarishi mumkin bo'lgan narsa texnik hujjat, ya'ni xalq tili bilan aytganda texpasport almashadi. Nima uchun mana shu texpasportni o'zi uchun xarajatlardan qabul qilib, qolganiga teginmaslikning iloji yo'q? Nima uchun raqamni 50% ni to'lab berishim kerak? Nima sababdan? Kimda qanday izoh bor? Mana shu video ostiga yozib qoldirishingizni so'rayman. Hozircha bu absurd, hozircha savol mazmunida murojaatni ijtimoiy tarmoqqa yuklayapman. Ammo tez orada bunga batafsil maxsus podkast loyihasida hamkasblarimiz bilan to'xtalishga harakat qilamiz. Kuninglar yaxshi o'tsin, omon bo'linglar.